Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli xabarlar. Joriy yilning shu davr mobaynida 10 marotaba qoidabuzarlik sodir qilgan ekansiz, to'g'rimi? Doğru. Bir yil 6 oy muddatda transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib 10 million 300 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. 2 martadan 3 marta rolini o'ynatdim chapga o'ngga qilib. Men bu darajaga kelishini bilmagandim. Telefonga chalg'ib ko'rmay avariya qilganman, urganman. Qilgan ishimizdan afsusdamiz. Birinchi kursda harakat mobaynida uyali aloqa vositasidan foydalanib kelyapsiz, hurmatli do'stlar. Shu sababli to'xtatyapman. 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Hududlarda o'tkazilayotgan tekshiruv tadbirlari davomida aniqlangan qoidabuzarliklar. Mast holda transport boshqarayotganligi aniqlandi. Spirtli ichimlik ichib bundan keyin avtomashina boshqarmaysizmi? Umuman boshqarmayman. Old oynasiga, laboy qismiga ruxsat etilmagan tarzda tayinroq turib olgani uchun vaqtinchalik saqlash uchun jarimadan qo'yildi. Haydovchilar uchun muhim tavsiyalar. Avtomobilingiz shinalarini qishkisiga almashtiring, chunki yozgi shinalar qishda qattiqlashib, yopishuvchanligi 40-60% gacha kamayadi. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida dayjestida tanishtirib o'tamiz. Ko'rsatuvni ijtimoiy tarmoqlarda sohaga oid tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabat berishdan boshlaymiz. So'nggi vaqtlarda qoidabuzarlar o'zlarining xurmacha qiliqlari bilan ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilar sonini ko'paytirish maqsadida avtomobil davlat raqam belgilarini yechib, yo'lni ajratuvchi betonlarda harakatlanib, yana boshqa qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni sodir etish orqali qo'sh tirnoq ichidagi trendga aylanishmoqda. Hafta davomida Samarqand ko'chalari bo'ylab harakatlangan mana shunday yo'l bezorisi aniqlandi va tegishli chora ko'rildi. Davlat raqam belgilarini o'zboshimchalik bilan yechib, yarim tunda ko'ngliga siqqan qo'pol qoidabuzarliklarni Samarqand shahar Sadriddin Ayni ko'chalari bo'ylab ketma-ket sodir etgan uchar shovvoz ushlandi. Ushbu haydovchimiz harakat davomida yo'l harakati ishtirokchilariga behurmatlik qilib, yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanib kelayotgan yo'l harakati ishtirokchilariga xalaqit bergan va harakat davomida yo'lni ikkiga ajratib turuvchi beton to'siqning ustki qismiga avtomashina boshqarib, to'g'ridan-to'g'ri qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etib, transport vositasini yukxonasiga turli ko'rinishdagi moslamalarni o'rnatib olib, davlat raqam belgilarini yechib olgan holda transport vositasining yo'nalishini keskin o'zgartirib, yo'l bezoriliklarini sodir etgan. Ushbu holat bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida qoidabuzar haydovchi va transport vositasi topilib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 primun moddasining 1-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib berilmoqda. To'plangan hujjatlar esa jinoiy ishlar bo'yicha Samarqand shahar sudiga yuboriladi. Yana shunday holat, ushbu qoidabuzar muntazam ravishda qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni sodir etib, ushbu harakatlarni Instagram ijtimoiy tarmog'iga ochiqdan-ochiq joylab kelgan. Bu bilan ushbu shovvoz yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga nimani shama qilgan deb o'ylaysiz? Ushbu holat yuzasidan yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 prim 10, ya'ni yo'l bezorligi hamda 125-moddasi davlat raqam belgilarini yechib yurish holatlari bo'yicha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va to'plangan hujjatlar ko'rib chiqish uchun jinoiy ishlar bo'yicha Ohangaron tuman sudiga jo'natildi. O'zini o'zi ko'z qilishni oqibatida ushbu haydovchi 1 yil muddatga haydovchilik huquqidan mahrum qilindi va bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima jazosi bilan o'ziga kelib oldi. Shuningdek, Xorazmda ham yo'l bezorilariga nisbatan tegishli chora ko'rildi.
Kuni kecha Shovot tumanida ushbu Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi to'y marosimlarida yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzib, boshqa harakat ishtirokchilariga hurmatsizlikda ifodalangan yo'l bezorisi qoidabuzarligini sodir qilganligi aniqlandi. O'rta haydovchi yana Shovot tumanida boshqaruvimizda bo'lgan Cobalt rusumli avtomashina bilan yo'l bezorisi qoidabuzarligini sodir qilgansiz. Necha marta ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlar orqali ogohlikka chaqirtiribmiz, tushuntirish ishlarini olib boribmiz. Nima sababdan shu qoidabuzarlik sodir qildi? Zo'ram to'yni boraylik shu. To'yda shunday bo'ldi. Boshqa takrorlanmaydi. Boshqalar ham tavsiya etilmaydi. Chora ko'rildi. Aytgan ishimdan pushaymonman. Yana hozir sizni qoidabuzarlik tarixingiz o'rganilgan vaqtda joriy yilning shu davr mobaynida 10 marotaba qoidabuzarlik sodir qilgan ekansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shundan o'zingizga to'g'ri xulosa chiqarib olmadingizmi? Endi hozir ushbu qilgan qoidabuzarligingiz bo'yicha mana sud organlari tomonidan huquqiy baho beriladi sizning xatti-harakatingizga. Haydovchilik guvohnomangizdan mahrum qilishingiz mumkin, to'g'rimi? Yaxshimi shu qilgan ishingiz masalan? Yo'q. Belgilangan tartibda ushbu haydovchiga nisbatan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 10 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Zaras tumanida Cobalt rusumli 90H585XA davlat raqam belgili transport vositasi to'y marosimlarida drift qilib, yo'l bezorisi qoidabuzarligini sodir qilib, boshqargan haydovchi aniqlanib, transport vositasi vaqtinchalik saqlab turish uchun jarima maydoniga qo'yildi. Zaras tumanida Gentra rusumli 90H402PA davlat raqam belgili transport vositasi to'y marosimlarida guruh bo'lib, drift qilib, sirpantirib, yo'l bezorisi qoidabuzarligini sodir qilgan transport vositasini haydovchisi aniqlanib, tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtinchalik saqlab turish uchun jarima maydoniga qo'yildi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati Koson tumani avtomobil yo'llarida haydovchilar harakat yo'nalishini qasddan o'zgartirib, tirband va serqatnov yo'lda nafaqat o'zlarining, balki boshqa yo'lovchi va haydovchilarning hayotiga ham xavf solganligi aks etgan videolar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan avtomobil va haydovchilar aniqlanib, to'plangan hujjatlar sud organiga yuborildi. To'y kortejida qatnashayotganimizda mashinamizda drift qilib haydaganimiz uchun videoga tushgan. Boshqa takrorlanmaydi. Instagram sahifamizga o'zimiz qo'yamiz. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarligi to'g'risidagi kodeksning 128 prim 10 moddasining 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik sodir qilgan deb topilsin. Atamurodov Quvonchbek Husniddin o'g'liga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 10 moddasining 1-qismi bilan 1 yil 6 oy muddatda transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobar miqdorida, ya'ni 10.300.000 so'm jarima jazosi tayinlansin. 2 marta 3 marta rolini o'ynatdim chapga o'ngga qilib. Men bu darajaga kelishini bilmagandim. Men bir uzr so'rayman, agar iloji bo'lsa, agar kechirishingizni so'rayman o'zim. Ko'rdim ijtimoiy tarmoqqa men qo'ymaganman, lekin men borman o'sha yerga. Men bu pushaymonman o'zi. Iltimos qilaman kechirishingizni. Qaytib umuman qaytarmaydi. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 10 moddasining 1-qismi bilan 1 yil 6 oy muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobar miqdorida, ya'ni 10.300.000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan bugungi kunda olib borilayotgan targ'ibot hamda profilaktik tadbirlarga qaramasdan ayrim qo'shtirnoqchidagi haydovchilar tomonidan yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzib, harakat xavfsizligini rahna solgan holda umum foydalanuvchi yo'llarda poyga uyushtirish holatlari ko'zga tashlanmoqda. Aynan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ham xuddi shu kabi holat aniqlanib, haydovchilarga belgilangan tartibda qonuniy choralar ko'rildi. Qanday bir uzoqlaysiz bu xatti-harakatni?
qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Boshqa qaytarilmaydi. Misol uchun mana biroz endi to'xtalmoqchiman, mana sizni bilan bir necha bor uchrashganmiz-da. Aynan mana shu qoidabuzarlik bo'yicha bir necha bor uchrashganmiz. Hozir mana yana taqdir taqozosi bilan siz bilan yana uchrashtiribmiz. Bu xatti-harakat qanday izohlaysiz? Bu safar qayta qilmaymiz. Oxirisi bilan. Necha nafar farzandingiz bor? 3 ta. 3 ta, siznikichi? Uydan ko'chaga chiqqaningizdan keyin farzandlaringiz bag'riga sog'-salomat borgingiz kelsa kerak. Sizlarning hech qanday haqqinglar yo'q harakat xavfsiga rahna solishga. Nafaqat sizlarni, boshqa birovlarni ham. Shuning uchun o'zingizlarga tegishli xulosa chiqaringlar. Bu xatti-harakatni boshqa qaytalamaydi. Yuqoridagi kabi yo'l bezorlari diqqatiga. Ekran qarshisiga yaqinroq o'tiring. Qilmishlaringiz oqibati qanday yakun topishini ko'ring, kuzating, xulosa qiling. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qo'pol qoidabuzarlik oqibatida yuzaga kelgan yo'l transport hodisasi bo'yicha rasmiy izoh beramiz. Aniqlanishicha, joriy yilning 25-sentyabr kuni tungi soat 23:50 lar atrofida Andijon shahar Mashrab ko'chasida 2004-yilda tug'ilgan haydovchi o'ziga tegishli bo'lmagan transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqargani yetmagandek qo'pol qoidabuzarlik sodir etishi oqibatida belgilangan joydan ortga qayrilib olayotgan Cobalt avtomashinasi bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Mazkur yo'l transport hodisasi oqibatida hech kimga tan jarohati yetmagan, transport vositalari texnik shikastlangan. Holat bo'yicha har ikkala haydovchi ichki ishlar organlariga xabar bermasdan o'zaro kelishib, voqea joyidan ketib yuborgan. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor surishtiruv davomida ushbu transport vositalari hamda ularning haydovchilari aniqlanib, ularga hozirda qonunchiligimizda belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rilib, to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Andijon shahar sudiga yuborildi. Shu o'rinda barcha haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanish davomida belgilangan tartib qoidalariga doimo amal qilib yurishligini so'rab qolamiz. 2025-yil 24-sentyabr kuni 5-6 lar atrofida Andijon shahar avtosoz ustaxonasiga elektrikka tashlab ketganman. Abdulhaqqa qora Gentra 056 usulli mashinani ketganman. Xabar kechroq o'zi telefon qilyapti, mashinani shunaqa urib oldim deyapti. O'tsam shu bazakda oldida avariya bo'lgan ekan. Keyin Cobalt'ni egasi bilan kelishgan holatda bu yoqda usta qidiradigan bo'ldi hamma yo'g'ini. Gai zudlikka hech narsa chaqirmagan, hech narsa qilinmagan. Hozir hech qanaqa e'tirozimiz yo'q. Videolarimiz saqlab ketib qolgan hisobidan gai xodimlar bizni chaqirib, ogohlantirish, tushuntirish xatlar aynan qilib olindi. Ustalarga berayotganda shu narsani talab qilib aytib qo'yishni ogohlantirib qolamiz. 24-25 o'tar kechasi o'zimni boshqaruvimda bo'lgan 580 Cobalt rusumli mashinamda Mashrab ko'chasida harakatlanyotib, belgilangan joyda qayrilib olyotib, avtohalokat bo'ldi. Voqea o'ta tez sodir bo'lgan. Shu mashinadan tushib qaraganman. Shu qaraganimda Gentra rusumli avtomobil bilan to'qnashuv bo'lganini, qarama-qarshi yo'nalishdan kelib to'qnashuv bo'lganini bildim. Bu holatda avtohalokatda bo'lgandan keyin Gentra rusumli minib kelgan haydovchi bilan birgalikda o'zimiz o'zaro kelishib oldik. Mashinani ustaxonadan ta'mirlatib chiqarib berdi. Hech qanaqangi e'tirozim yo'q. Biz bu holatda ichki ishlar xodimlariga 102 qilib hech kimga aytilmagan, chunki o'zimiz o'zaro kelishib olganmiz bu narsani. Bizga GAI xodimlari ushbu holat bo'yicha chaqirishdi, tegishli tushuntirishlar berildi. Kelgusida o'zimizga ehtiyot bo'lib yuramiz, bog'lasa. Men avtosozda elektrik bo'lib ishlayman. O'zimga tanish bo'lgan Nur Muhammad aka Gentra avtomobilini tashlab ketdi 056. Soat 5-6 larda kechki payt. Men u mashinani minib chiqib, ish tugagandan keyin elektr xizmatlarini tugatib, kech payt aylangani chiqqanman. Ekipaj ko'chasida harakatlanyotib, Balzak yonidan qarama-qarshi yo'nalishga chiqqanman. Instagramga video olish uchun.
o'zini yo'lida to'g'ri kelayotgan Cobalt'ni telefonga chalg'ib ko'rmay avariya qilganman, urganman. Ikkala mashinani ham ziyonini qoplab, hamma yo'g'ini qilib berganman. 40 million, 50 million atrofida pul ketdi. Buni qilishni bir oy qilish tavsiya qilmayman boshqa usta bolalarga, ukalarga. Yaxshi ishmas ekan. Bizga xodimlar chaqirib tegishli chora ko'rdi. Qaytib bunaqa ish takrorlanmaydi. Yaxshiyamki ushbu holat og'ir oqibat bilan yakun topmadi. Shu lavhadan xulosa qiling, avtomobil yo'li o'yin maydoni emas, o'zingiz va boshqalarning hayoti, sog'ligi va mulkiga zarar yetkazmang. Endi navbat to'y kortejida boshqa transport vositalarining erkin harakatlanishiga to'sqinlik qilgan shovvozlarga. Avtomobil yo'llarida transport vositalarining guruh bo'lib harakatlanishi qoidalarda taqiqlanishi, bu boshqa harakat ishtirokchilariga xalal berishi bilan bir qatorda harakat xavfsizligiga rahna solish demakdir. Bu borada har qancha chora-tadbirlar, targ'ibot ishlari olib borilishiga qaramay, hamon ayrim haydovchilar xulosa qilmayapti. Qoidabuzar haydovchilarga Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tushuntirishlari olib borildi, bayonnomalar rasmiylashtirildi. Kelgusida qoidabuzarlik takror sodir etilmasligi xususida ogohlantirildi. Termiz tumani hududida ushbu transport vositalari avtomobil yo'llarida guruh bo'lib harakatlanib to'y marosimida qatnashganligi. Olib borilgan surishtiruvlarga qaraganda to'y marosimi Angor tumani fuqarolariga tegishli bo'lganligi, transport vositalari Angor tumani jarima maydonchasiga olib kelib joylashtirildi va har bir avtomashina haydovchisiga nisbatan qonunchilikda belgilangan tarzda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilmoqda. Biz shu do'stimiz to'yida o'zimiz bilmagan holda ko'chada boshqa harakat ishtirokchilariga bilmagan holda zarar yetkazib guruh bo'lib harakatlanibmiz. Bu ish noto'g'ri ekan. Boshqa bir holat tavsiya qilmaymiz, hech kimga o'zimiz ham qaytarmaymiz boshqa. Qilgan ishimizdan tegishli xulosa chiqardik. To'yda kortejda qatnashdim. Jarima qo'llanildi. Bundan xulosa qildim, boshqa takrorlanmaydi. Qish faslida sovuq va tumanli ob-havoda harakat xavfsizligini ta'minlash, ehtiyotkorlik choralarini ko'rish haqida ogohlantirayotgan bir vaqtimizda Farg'onada tumanli ko'rinish masofasi cheklangan yo'l sharoitida to'y kortejida qatnashib, ushbu harakatlarni video tasvirga olgan navbatdagi qo'shtirnoq ichidagi qahramonlar aniqlandi. Og'ir turdagi transport vositasi bilan bog'liq avtoavariyalar ham shu guruh bo'lib harakatlanishda oqibatda kelib chiqadi. Shu 6-dekabr kuni bilmasdan Zakisda guruh bo'lib harakatlanibmiz. Bunday bo'lib ketishini bilmadik. Qilgan ishimizdan afsusdamiz. Boshqa bu ishimiz takrorlanmaydi. Shu yaqin do'stimizni to'yida Zakisga chiqdik, guruh bo'lib harakatlandik. Bu bo'yicha bizga tushuntirishlarni olib borib, mashinamizni jarima maydoniga qo'yishdi. Bu holat takrorlanmaydi. Qilgan ishimizdan afsusdamiz. Hurmatli ota-onalar, yaxshi kuningizni tinch, osoyishta o'tsin desangiz, farzandlaringizni bu kabi ortiqcha tashvishlardan cheklang, qoidalarga amal qiling. Qashqadaryoda yo'l patruli xizmati xodimini obro'sizlantirish maqsadida video tarqatganlarning biriga 10 sutka, yana biriga 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Birinchi ko'rsatdi bilishga. Harakat mobaynida uyali aloqa vositasidan foydalanib kelayapsiz, hurmatli. Shu sababli to'xtatyapman. Fuqarolar tinchligini saqlash, xavfsiz harakatni ta'minlash maqsadida xizmat olib borayotgan ichki ishlar xodimining videosini uni obro'sizlantiradigan qilib tarqatish javobgarlikka sabab bo'lishi qonun bilan belgilangan. Afsuski buni tushunmasdan tarmoqda soxta obro' orttirishni ko'zlab huquqbuzarlikka qo'l urayotganlar ham uchramoqda. Assalomu alaykum.
Joriy yilning 29-noyabr kuni Shahrisabz shahrida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori katta serjant Xolbekov Cobalt rusumli transport vositasiga haydovchining qo'l telefonidan foydalanib kelayotganligi uchun to'xtash ishorasini beradi. Bu vaqtda haydovchi va salonda yo'lovchi sifatida kelayotgan tarmoq blogerlaridan biri xodimni chalg'itish uchun oldindan til biriktirib, xodimga haydovchini go'yoki telefondan foydalangan qilib ko'rsatib, aslida telefon g'ilofidan foydalanilgan. Xolbekov haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirganidan so'ng ikkovlon xodimni chalg'itishganini aytib, hali sudda gaplashamiz deya kalaka qilib ketishgan. Ertasiga Telegram tarmog'ida qoidabuzarlik bormi sarlavhali videoni joylagan tarmoq vakili shu kunning o'zidayoq noqonuniy ishga qo'l urganini his etib, videoni Telegram kanalidan o'chirib yuborgan. Biroq g'isht qolipdan ko'chib bo'lgan edi. Xodimning bildirgisi asosida to'plangan hujjatlar ko'rib chiqish uchun Shahrisabz shahar sudiga yuborilib, yo'l patrul xodimining sezgirligini imtihondan o'tkazish vaji bilan uning ustidan kulib, izza qilishga uringanlarga nisbatan sud qarori o'qildi. Yengillik berishingizni iltimos qilib qolaman. Qilganimdan pushaymonman. Boshqa bunday holat takrorlanmaydi. Unga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 195-102 moddasi bilan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Qarorga ko'ra haydovchiga 7 sutka, videoni xodimni obro'sizlantiradigan darajada buzib, montaj qilib tarqatgan fuqaroga esa 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Eslatib o'tamiz, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 195 moddasiga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda olingan foto va yoki video tasvirini ularning obro'sizlantirilishiga olib keladigan tarzda buzib tarqatish, shu jumladan internet jahon tarmog'iga tarqatish, bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki 10 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida respublikamizning barcha hududlarida xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari davom etmoqda. Maxsus reyd tadbirlari davomida ushbu transport vositamizni to'xtatib tekshirganda haydovchimiz nishonnomasiz transport boshqaruvi egaligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtinchalik ushlab uchun jarimani joylashtiramiz. Xavfsiz va sog'lom yurt profilaktik oyligi doirasida Xiva shahrida xizmat olib borayotgan vaqtimizda Matiz avtomobili inspektorni to'xtash ishorasiga amal qilmasdan harakatlanib ketib, harakatini cheklab to'xtatgan vaqtimizda haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmaganligi sababli holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yib turamiz. Xiva shahar hududida ushbu Nexia rusumli transport vositasini hujjatlarini tekshirish maqsadida to'xtatganimizda haydovchining yonida me'yor hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Ushbu holatlar bo'yicha belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtotransport vositasini vaqtincha saqlab turish uchun jarimadan qo'yib turiladi. Shoat tuman tungi xizmat davomida Matiz rusumli transport vositasi haydovchisi to'xtatib tekshirilganda mast holda transport boshqarayotganligi aniqlandi. Holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi jarima maydoniga qo'yiladi.
davlat raqam belgisi harakatlanib kelayotgan vaqtida to'xtash choralariga bo'ysunmasdan harakatlanib, qarama-qarshi harakatlanib ketganligi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga yuborildi. Reyd vaqtida to'xtatib tekshirilgan vaqtimizda haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda transport vositasini boshqarib kelayotganligi sababli Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimiz 131-moddasi bo'yicha ma'muriy jarima qo'llanilib, tegishli tartibda jarima maydoniga jo'natilmoqda. Spirtli ichimlik uchun bundan keyin avtomashina boshqarmaysizmi? Umuman boshqarmayman. Bilarmidingiz? Bilardim. Nima uchun boshqarib kelasiz bo'lmasa? Bir safar kechiring. Shu avtomashina sizga tegishli 85L 865 GA 2106 va 2106 avtomashinasimi? Menga tegishli. Bundan keyin ichib boshqaring, xo'p? 70.007 UA Kobul tushumi transport to'xtatib tekshirilganda old oynasiga, laboy qismiga ruxsat etilmagan tarzda tayyorlab turib olgani uchun vaqtinchalik saqlash uchun jarimadan qo'yildi. Tugayotgan haftada Qamchiq dovonida ob-havo sharoitini hisobga olgan holda vaqti bilan harakatlanish cheklandi. Hozirda dovon yo'llarida harakatlanish uchun cheklovlar yo'q. Yo'llar yo'l-patrul xizmati xodimlarining nazoratida. Yuqoridagilarga ko'ra, barcha haydovchilarni ogohlikka chorlaymiz va tavsiyalarimizga amal qilishingizni so'raymiz. Qishda xavfsizlikning eng asosiy kaliti to'g'ri shinalar, to'g'ri tezlik va oldindan tayyorgarlikdir. Avtomashinangiz yaxshi tayyorlangan bo'lsa, qishki yo'llar siz uchun ancha xavfsizroq. Shu sababli tavsiyalarimizni tinglang. Avtomobilingiz shinalarini qishkisiga almashtiring, chunki yozgi shinalar qishda qattiqlashib, yopishuvchanligi 40-60% gacha kamayadi. Yorqin belgisi qor uchburchagi bo'lgan qishki shinalarni tanlang. Qishki shinalarda protektor chuqurligi kamida 4 mm bo'lishi shart. Esda tuting, protektor chuqurligi pasaygan sari tormoz masofasi va harakatlanish barqarorligi yomonlashadi. Har oyda shina bosimini tekshiring. Sovuqda shina bosimi kamayishi mumkin. Kam bosim yoqilg'i sarfini oshiradi. Yuqori bosim esa yurish barqarorligini kamaytiradi. Shinalarni barchasini teng almashtiring. Faqat old yoki faqat orqa shinalarni almashtirish tavsiya etilmaydi. Tavsiyalarimizga amal qiling va bexatar manzilingizga yetib oling. Shuningdek, tugayotgan haftada poytaxtimizdagi Jar sport majmuasida sportning voleybol turi bo'yicha O'zbekiston Kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. Musobaqada O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmatining Road patrul jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Endigi lavhamiz shu haqda. Assalomu alaykum. Ayni damda poytaxtimizning Jar sport majmuasida sportning voleybol turi yo'nalishi bo'yicha kattalar o'rtasida O'zbekiston Kubogi musobaqalari bo'lib o'tmoqda. Ayni damda Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining Road patrul jamoasi final bahslarida kuch sinashmoqda. Jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Hafta davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea va hodisalar bilan men Dilnoza Rajabova tanishtirdim. Eng so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali o'zbek va rus tillarida olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari har qanday ob-havo sharoitida kun-u tun xalq xizmatida va sizning yoningizda ekanligini unutmang. Hafta davomida sizlarga a'lo kayfiyat, xavfsiz va ravon yo'llar hamroh bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.